BYD Chazor anchadan beri O'zbekiston bozorida, shunga qaramay unga bo'lgan qiziqish hali ham yuqori. Keling, hozir buni bilib olamiz. Bu gibrid avtomobil to'liq bak benzin va to'liq zaryadlangan batareya bilan 1200 kilometrgacha yo'l bosishi mumkin. Agar siz oyiga o'rtacha 1200 dan 1500 kilometrgacha yursangiz, xarajatingiz 600 dan 700 ming so'm atrofida bo'ladi. Bugungi kunda bu juda yaxshi ko'rsatkich. Oldi qismidagi o'tkir LED farlar, katta panjara va sport uslubdagi katta bamper mashinaga agressiv va premium ko'rinish beradi. Yo'lda uni boshqa sedanlar bilan adashtirish qiyin. Bu videoni Chazor sotib olaman degan do'stlaringizga hozirgina yuborib qo'ying va videomizga like bosing, obzorni davom etamiz. Salon ham zamonaviy texnologiyalarga boy. Katta 15.6 dyumli aylanuvchi multimedia ekran, raqamli panel, sifatli interyer va deyarli barcha boshqaruvlar bitta ekran orqali amalga oshiradi. 360 darajali kamera, simsiz telefon quvvatlash tizimi, adaptiv cruise control, yo'lakni ushlab turish tizimi va ko'r nuqtani nazorat qilish kabi funksiyalar har bir safarni yanada xavfsiz va qulay qiladi. Va albatta gibrid tizimi tufayli mashina nafaqat tejamkor, balki juda ham chaqqon harakat qiladi. Mana shu sababli BYD Chazor bugungi kunda ham eng talabli sedanlardan biri. Sizni fikringiz qanday? Kommentariyada qoldiring. Xayr.